Bugun futbol xabaringiz bor. Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston milliy terma jamoamiz Jahon chempionat musobaqasiga ketish oldidan bir necha nazorat uchrashuvlari olib bormoqda. Unga ko'ra, bugun Islombek Ismoilov boshchiligidagi sevimli jamoamiz Neftchiga qarshi O'zbekiston milliy terma jamoamiz yana bir nazorat uchrashuvi olib boradi. Soat 18:00 da O'zbekiston milliy futbol markazida yopiq eshiklar ostida o'tadi. O'yin zo'r bo'ladi. Xudo xolasa ikkala jamoaga ham omad tilaymiz va bizni oldinda katta mundial kutyapti. Ko'ramiz, kuzatamiz. Xudo xolasa O'zbekiston milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaymiz. Jahon chempionatida ham yaxshi natijalarni qo'lga kiritamiz. Ana endi savol, bugungi kunda, hozirgi kunda Neftchi jamoasidan yana qaysi o'yinchini O'zbekiston milliy terma jamoasiga qaydnomaga kiritgan bo'lardingiz? Fikringizni izohlarga yozib qoldiring. Bizni esa bugungi manzilimiz Namanganga bo'ladi. Namanganliklar xudo xolasa kech soat 18:00 dan Shishak arenada ko'rishamiz, chunki Vodiy Show'ning dahshatli turniriga bugun start beriladi. Xudo xolasa Namanganliklar Shishak arenada kechga ko'rishamiz. Barcha vodiyliklarni, Andijon, Namangan, Farg'ona, havaskor futbolga qiziqqan barcha yaqinlarni xudo xolasa bugun Shishak arenada kutib qolamiz.